Assalomu alaykum. Siz ochiqni aytganda dasturini tomosha qilyapsiz. Toshkent tobora rivojlanib borayotgan megapolis, lekin mana shu rivojlanish bilan birga bizga barchamizga tanish bo'lgan muammolar ham bor. Bu tirbandliklar, yo'llardagi vaqt yo'qotishlar, asabbuzarliklar va ekologik bosim. Lekin vaziyat ham o'zgaryapti. Poytaxtda transport tizimini isloh qilish, uni raqamlashtirish yoki aholiga qulay muhitni yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar ham olib borilyapti. Dasturimizning bugungi sonida ana shu o'zgarishlar, yangi yechimlar hamda Toshkentning kelajak transport modeli haqida so'z yuritamiz. Buning uchun studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Marhamat, tanishing. Transport vazirligi loyiha ofis rahbari Murod Abidov, Toshkent shahar hokimligi yo'l harakatini tashkil etish markazi bo'limi boshlig'i Ollayor Norbo'tayev, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati boshlig'i Zoir Yo'ldoshev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Endi bugungi asosiy mavzuyimiz poytaxtga bag'ishlanadi. Nega? Chunki Toshkent mana tobora megapolisga aylanib borayotgan bir sharoitda albatta transport masalasi dolzarblik kasb etyapti. Ya'ni yuqorida aytgandek, tirbandliklar, vaqt yo'qotishlar, aholining o'sha jamoat transportiga bo'lgan ishonchini u qadar baland bo'lmasligi kabi muammolar bu azaldan ham bo'lib kelgan. Mana bugun ham afsuski ayrim hollarda dolzarblik kasb etyapti. Buning asosiy sababi sifatida shaxsiy avtotransport vositalarining haddan tashqari ko'payib ketishini ham misol qilib keltirishimiz mumkin. O'zi aholini jamoat transportidan ko'ra shaxsiy avtomobillardan foydalanishga majbur qilayotgan, undayotgan omillar nimalardan iborat? Ehtimol bugungi infratuzilmamiz mana shu shaxsiy avtotransportlardan foydalanishga majbur qilayotgandir. Bu masalani bir tomonlama tahlil qilish sal noto'g'ri bo'ladi. Bu kompleks yondashish kerak bo'lgan juda muhim masala. Hozirgi zamonaviy dunyoda aholi uchun eng birinchi kriteriy bu vaqt hisoblanadi. Vaqt ayniqsa megapolislarda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan bir resurs. Bu resursdan oqilona foydalanish, aholi o'zini vaqtini shunaqa taqsimlash kerakki, hamma ishlarga ulgurish kerak. Shaharlarda ayniqsa bu narsa borgan sari qiyinlashib boradi, chunki o'zimizni kuzatishimizga muvofiq aholini kunlik harakatlanadigan maqsadlari ko'payib boryapti. Bundan bir necha yillar oldin uyiga, ishga nari borsa bir savdo bir yumushlari bilan do'konga o'tib borilardi. Hozirgi kunda mana shunaqa boradigan maqsadlar ko'payib ketyapti. Bu ko'payib ketayotgani harakatlanishi bo'lgan ehtiyojni oshishga olib kelyapti. Undan tashqari aholimizning soni oshib boryapti. Poytaxtimizdagi yashaydigan aholi o'zini tug'ilib o'sgan hududiga sig'masdan yana yangi turar joylarga ko'chib chiqyapti va poytaxt atrofida ham, aglomeratsiya hududida ham juda ham zichligi yuqori bo'lgan turar joy majmualari, hududlari paydo bo'lyapti. Bu narsa hammasi yana transport tizimiga qo'shimcha yuklamani hosil qilib, ya'ni oldin bitta mahallada yashagan odamlar bo'lsa, hozir mahallaning tashqarisida, ya'ni shahar tashqarisida yangi turar joyga ko'chib chiqib, ular har kuni yana o'sha shahardagi maktabga, o'sha ish joyiga, bog'chaga qatnashi hisobidan qo'shimcha yo'l tarmoqlariga yuklama hosil qilyapti. Bularning hammasi kompleks olib qaraganimizda shaharni rivojlanishini belgisi bo'lsa, bir tomondan aholini turmush tarzi oshyapti, urbanizatsiya jarayonlari ketyapti, lekin ikkinchi tomondan harakatlanishga bo'lgan ehtiyoji oshishi transport yuklamasini ham keltirib chiqaradi. Buni hozir suhbatimiz boshida aytib o'tdingiz, nimaga jamoat transportiga ishonch yo'q? Ishonch yo'q emas, ishonch bor. Bizani poytaxt jamoat transportini o'rtacha 1 kilometrda to'g'ri keladigan yo'lovchilar soni rivojlangan davlatlardagi yo'lovchi soniga teng keladi. Shunaqa katta, yuqori samaradorlikda ishlayapti hozirgi kundagi jamoat transport tarmog'imiz. Lekin bu shahrimizdagi transportga bo'lgan ehtiyojni ta'minlab bera olmayapti. Ya'ni jamoat transporti taklifi yetarli emas. Demak, yetarli bo'lmagan asosida. Aynan yetarli bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Mana butun katta megapolislarni olib qaraydigan bo'lsak, jamoat transportini asosiy bir karkasi hisobida yo tramvay yo'llari yoki metropoliten liniyalari shaharning asosiy arteriyalardan harakatlanadi, to'g'riga belgilangan bo'ladi. Masalan, Moskvani olamizmi, bu Yevropa shaharlarini, Osiyo davlatlaridagi katta megapolislarning hammasida metropolitenga asoslangan jamoat transportini asosiy tarmog'i bor. Keyin qolgan tarmoqlar unga bog'lanadi. Toshkent shahrida bilasiz, 3 ta asosiy yo'nalishlar bor, metropoliten tarmog'i ketgan. Shahrimizdagi asosiy arteriyalarning soni 9 ta. Shahar markaziga, shahar tashqarisidan keladigan. Undan tashqari bizda yana 3 ta halqa ko'chalarimiz, yo'llarimiz bor. Mana shu 3 ta halqa yo'limiz bilan 7 ta demak bizga kirib keladigan asosiy yo'l ko'cha tarmoqlarimizni jamoat transportini
tezyurar katta tashviq quvvatiga egimon tizimi bilan ta'minlashimiz kerak. Bu aynan metrobus tizimlari hozirgi kunda birinchi qilishimiz kerak bo'lgan. Uni ham metro qilsak bo'ladi, lekin metroni qurilishiga bizga yillar vaqt ketadi, ham bu qimmat bo'ladi. Aholimiz uchun hozir kerak harakatlanishga imkoniyat. Bir necha yillar oldin rejalashtirilib boshlangan yo'l o'quv o'rtasidan avtobuslarga alohida yo'lak ajratish infratuzilmaviy loyihalarini birinchi bu pilot loyihasi degan bo'ladi. O'sha Tursunovli ko'chasida amalga oshirildi. Bundan keyingi loyihalar ham xuddi shu shahrimizda asosiy transport arteriyalari bo'lgan ko'chalarga belgilab o'tilgan, mana shu yo'llarga belgilangan. Bular yilma-yil bosqichma-bosqich joriy etiladi va bu tizim o'zaro bog'liqlikni ta'minlagan shu yo'llar qurilgandan keyin aynan o'sha ko'chalardan hozirgi kundagi yo'nalishlar tarmog'iga qo'shimcha ravishda faqatgina to'g'riga harakatlanadigan metrobus, avtobus yo'nalishlari qo'yiladi. Bu ya'ni katta tashviq quvvatiga ega bo'lgan avtobuslar ham 18 metrdan kattaroq avtobuslarni joriy qilinadi bu paytlarda. Mana shu tizim orqali biz kunlik aholini harakatlanishga bo'lgan ehtiyojini katta ulushini jamoat transportiga o'tkazish imkoniyatimiz bo'ladi. O'zi tirbandlik qayerdan kelib chiqadi? Mana shu harakatlanishga bo'lgan ehtiyojni katta qismi yengil transport, shaxsiy transportda bo'lsa, yo'l ko'cha tarmog'iga sig'may qoladi. Avtomobillashganlik darajasi O'zbekistonda, Toshkentda xususan rivojlangan davlatlardan ko'ra deyarli 2 baravarga kam. O'zi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, lekin tirbandlik asosan hozir poytaxtda olib qaraydigan bo'lsak ham avtomobillashganlik darajasi 1000 kishiga 300 taga to'g'ri keladi. O'rtacha bu kirgan mashinalarni birga sanaganimizda yo'llarimizga avtomobil sig'mayapti. Nimaga? Bizda foydalanish darajasi 100%. Ya'ni har bir shaxsiy avtotransport vositasi egasi u o'zining mashinasidan foydalanadi har kuni. Rivojlangan shaharlarda qanaqa? Ularda avtotransport vositalaridan faqatgina dam olish kunlari kerak paytda mehmonga borganda foydalanishadi. Qolgan payt jamoat transporti qulay qilingan, shunaqa qulay qilinganki, shaxsiy transportdan ko'ra birinchi navbatda vaqt bo'yicha, raqobatbardoshligi vaqt bo'yicha hamda piyoda imkoniyatda yetib borish bo'yicha juda ham xavfsiz ham qulaylik yaratilgan. Xuddi shu formatda jamoat transportini rivojlantirib borish uchun mana shu o'tgan yilgi dekabr oyidagi qaror qabul qilingan. Murod aka, albatta hozir yechimlar va qarorga batafsil keyinroq to'xtalamiz. Siz to'g'ri aytdingiz, mana bugungi kunda o'sha tirbandliklarning asosiy muammolarini sanab o'tdingiz va nega jamoat transportidan foydalanish kamroq degan savolga aynan shu jamoat transporti o'sha aholining kundalik harakatlanish ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli darajada hali javob bermaydi. Talab jihatdan emas, balki o'sha son jihatdan javob bermaydi deb aytyapsiz. Endi to'g'ri, tirbandliklar bugungi kunda nafaqat shu vaqt yoki o'sha iqtisodiy yo'qotishlar, balki eng asosiy katta muammo bu o'sha ekologik bosim, ya'ni ekologik muammolarni ham keltirib chiqaryapti. Lekin biz mana oldindan shu tirbandliklar muammosini hal qilish uchun yo'llarni kengaytirgan, biz yangi ko'priklarni qurdik. Lekin paradoksal holat shundaki, qancha yo'llar kengaytirilmasin, qancha o'sha avtotransport vositalari uchun qulaylik yaratilmasin, tirbandliklar kamaysa kamaymagan, aksincha ko'payib borgan. Lekin mana shu ma'noda Toshkentda deylik, mana shunday tirbandlikni muammosini hal qilish maqsadida faqat yo'llarni kengaytirish emas, yana qanday qo'shimcha chora-tadbirlarni qo'llash muhim deb o'ylaysiz? Ya'ni qaysi chora-tadbirlarga e'tibor qaratish kerak? Bu misol uchun raqamlashtirish yoki boshqa yo'nalishlarni sanab o'tsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham tirbandlikni oldini olish uchun Ichki ishlar vazirligi va boshqa bir qator vazirlik idoralar bilan birga hamkorlikda loyihalar tayyorlangan va bu loyihalarga muvofiq ishlar ayni paytda amalga oshirilishga kirishilgan. Ya'niki Toshkent shahriga olib keladigan 5 ta yo'l patrul xizmati maskanlari bor Toshkent viloyatidan. Aynan e'tibor qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda viloyatlardan keladigan yuk avtomashinalari, yo'lovchi tashish taksilarini pitaklari, ya'ni avtoturargohlari ularga xizmat ko'rsatadi. Toshkent shahrining ichida joylashgan. Bu ham Toshkent shahri markazida yoki shahar atrofida tirbandliklarni eng asosiy yuzaga keltiradigan omillardan biri hisoblanadi. Qolaversa, hozirgi vaqtda mana tig'iz vaqtda, ya'ni ertalabki soat 7 dan 10 gacha, tungi 17:00 dan 21:00 gacha yuk avtomashinalari harakati poytaxt hududida cheklanadi. Qolaversa, bugungi kunda 55 mingdan ziyod yuk avtomashinasi aynan poytaxtda ro'yxatga olinganligini inobatga oladigan bo'lsak, mana shu tig'iz vaqtlarda kerak bo'lsa shahar markazida harakatlanadigan yuk avtomashinalariga ham cheklovlar o'rnatish. Qolaversa, haligi shahar ichida bo'lgan petaklarni Toshkent viloyati hududiga ko'chirib,
kelgusida viloyatlardan keladigan yuk avtomashinalari yoki yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadigan transport vositalari bevosita o'sha Toshkent viloyatida joylashgan avtoturargohlarda qolib, ularni yo'lovchilariga bevosita Toshkent shahriga olib kelish va o'sha avtoturargohga olib borish bo'yicha jamoat transport liniyalarini oshirish nuqtai nazaridan ayni paytda ishlar amalga oshirilib kelinyapti. Shunday bo'lgan taqdirda anchagina demak Toshkent shahrimizda tirbandlikni oldini olishga ham erishish bo'yicha prognozlarimiz bor. Chunki 800 mingga yaqin Toshkentning o'zida transport vositalari ro'yxatga olingan, ro'yxatlash bo'limlarida. Undan tashqari yana 300 mingdan ortiq avtomashina bir kunda kirib keladi. Hozirgi kunda. Bu degani taxriban 1,1 millionta avtomashina harakatlanyapti Toshkent shahri ko'chalarida degani. Bu ham tirbandlikni kelib chiqishiga eng asosiy omillardan biri. Shuning uchun ham yuqorida mana ekspertimiz ham aytib o'tdilar, o'sha jamoat transportiga ustuvorlik berish, undan to'g'ri va oqilona uni imkoniyatlaridan foydalangan holda tirbandliklarga yechim topish bo'yicha amalga oshirilyapti katta ishlar. Bu yana men aytmoqchimanki, yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq deb bo'lmaydi bu tirbandlikni. Yo'l infratuzilmasini kengaytirish va hokazolar bilan. Albatta, u yerda tirbandlikka olib kelishi mumkin bo'lgan yoki turli xavf-xatarlarga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni o'rganishlar asosida muntazam ravishda bartaraf qilish chorasi ko'rilishi kerak. Lekin bu asosiy yechim emas. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha jamoat transporti ustuvorligini oshirish bilan birga bu narsaga erishish mumkin. Qo'shimcha qilmoqchi edim, Ruxsat bersangiz, mana biza tirbandlikni sababini o'rgangan paytimizda umumiy transportlarni soni bu yerda muhim emas, ya'ni aytib o'tdim, xorijiy davlatlarda transportlar soni bizdan ko'p, aholi soniga hisoblaganda. Bularda foydalanish darajasi kam. Bizada mana aytib o'tyaptilar, 1 millionga yaqin transport vositasi bor, lekin shu transport vositalarimiz bir kunda 5 milliondan ortiq harakatlanishni amalga oshiradi. Ya'ni safar. Soniga nisbatan ko'proq harakatlanadi. 5 millionta safar aynan yengil transportda harakatlanish amalga oshiriladi. 5 millionta mana shu harakatlanish yengil transportda 9 million bor yo'g'i aholimizni manzilga yetkazadi. Taqqoslash uchun yana bitta raqam aytaman. Bor yo'g'i 23 mingta reys qilinadi avtobuslarda, bu ham 1,5 million odam tashiydi. Bu 40 barobardan ziyod samaradorligini farqida ko'rsatyapti-da. 1,5 million taxminan aholimizni jamoat transportiga jalb qiladigan bo'lsak, yengil transportdagi umumiy bosib o'tiladigan masofa, probeg deyiladi-ku, yengil transportdagi masofa shaharda taxminan 9.7 million kilometrga kamayadi bir kunlik. Agar jamoat transportiga 1,5 million odam o'tsa, yana shuncha odam o'tsa, buni imkoniyati bor. Biz jamoat transporti yo'lovchilarini hozirgi kundagi 1,5 million avtobus, 1 million metro tashiyotganini ustiga yana 3 millionga oshirishimiz kerak. O'zi ko'chalarimizdagi yuklama to'g'ri taqsimlanishi uchun. Buni jamoat transportini hozir aytib o'tdik, 40 marotaba haligi yo'llarga yuklamasi kamayadi. Lekin ko'chalarimiz mana shu jamoat transportini qabul qilishga, ya'ni unga xizmat ko'rsatishga qanchalik tayyor infratuzilmasi? Infratuzilmasi mana boshladik-ku, bu narsani ketyapti. Ketma-ketlikda har bitta asosiy arteriyalarimizda to'g'riga harakatlanadigan katta tashviq quvvatiga ega bo'lgan tizimni infratuzilmasini yaratish boshlandi. Mana shu infratuzilma bir-biriga bog'liqligi ta'minlanganda, oxirgi bekatlarigacha, shahar chekkasigacha yetib borganda, aynan shu mexanizm ishga tushish boshlaydi. Aynan shu shaharni yuqori bosim bilan ishlayotgan arteriyalarni bosqichma-bosqich yuklamasini kamaytirib borish imkoniyati paydo bo'ladi. Siz mana yuqorida haqiqatan ham Murod aka misol qilib Shota Rustaveli ko'chasini keltirdingiz. Ya'ni bugungi kunda o'sha yo'l harakatini tartibga solishda yo'lga qo'yilgan yangi mana shu ko'cha ham haqiqatan ham o'zining samarasini beryapti. Buni shaxsan o'zim foydalanuvchi sifatida ayta olaman. Barcha transport vositalari uchun, harakati uchun juda qulay bir infratuzilma yaratilgan. Endi Oliyor aka, sizga savolim bor edi. Asosiy yechimlar sifatida, ya'ni yo'l harakatini tartibga solishda asosiy yechimlar sifatida tizimni raqamlashtirish masalalari ilgari surilyapti va shu ma'noda mana Toshkentda misol uchun yo'l tarmog'ini raqamli egizagini yaratish maqsadida intellektual transport tizimi joriy etilishi yo'lga qo'yilyapti. Shunga mana shu tushunchaga sodda tilda izoh berib o'tsangiz, bu nima degani? Ya'ni o'sha yo'l tarmog'ini raqamli egizagi deganda bu o'sha xuddi shunday nusxaga ega bo'lgan elektron bir platforma nazarda tutyaptimi va bu tizim o'sha transport oqimiga qanday ta'sir etadi, tirbandliklarni kamayish muammosiga qanday xizmat ko'rsatadi? 2025-yil davlatimiz rahbarining qarorlari bilan Toshkent shahar hokimligi qoshida yo'l harakatini tashkil etish markazi tashkil etildi. Shu kungacha bizda tirbandliklarga qarshi choralar olib borilayotgan bo'lsa,
ko'cha yo'l tarmog'ini infratuzilmaviy masalalar bo'yicha Toshkent shahridagi ko'chalarda umumiy hisobda 10 ga yaqin tashkilot tomonidan o'sha ko'chalar foydalanilardi. Ya'ni qaysidir svetoforga alohida bir tashkilot, bekatlarga alohida tashkilot, yo'l belgilariga alohida tashkilot javob berardi. Shuning hisobiga, ya'ni ularni ko'chani boshqarishni, ya'ni infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha alohida bir tashkilot belgilanmaganligi bois ham tarqoq bo'lgan. Ha, xuddi shunday tarqoq bo'lgan. Hozirda mana Toshkent shahar hokimligi yo'l harakatini tashkil etish markazi ochilgan bo'lsa, markaz tomonidan asosiy vazifa sifatida bu o'sha tirbandliklarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, ya'ni tirbandlikning keltirib chiqarish sabablari biz 100 ga yaqin sabab sanashimiz mumkin. Ya'ni eng bu asosiy sabab o'sha yengil transport vositalarini boyagi jamoat transportiga bo'lgan qatnovga ko'pligi bo'ladigan bo'lsa, yana mayda boshqa yana bir juda ham ko'p sabablar bor. Ya'ni tirbandlik, misol uchun o'qish vaqtlarining bir yoki ish vaqtlarining bir vaqtda boshlanishi ham, misol uchun tirbandlikni oldini olishga qaratilgan ham 100 ga yaqin choralar bor. Ya'ni chora bu jamoat transportini rivojlantirish. Eng katta qilinadigan ish, eng katta o'zini foydasini beradigan ish bu jamoat transportini rivojlantirish. Markaz tomonidan hozirda intellektual transport tizimi ishlab chiqilmoqda. Intellektual transport tizimi bu 14 dan ortiq modulga ega maxsus tizim bo'ladi va o'sha ko'chadagi barcha svetoforlar, barcha kameralar, barcha datchiklar hammasi ushbu tizimga ulanadi. Hozirda mana markaz tomonidan Toshkent shahrida umumiy hisobda 200 ga yaqin chorrahalarga aqlli svetoforlar o'rnatildi. Bu aqlli svetoforlarimiz, ya'ni kunning har bir vaqtida oqim har xil bo'ladi chorrahada. Mana ertalablari shahar tomonga oqim yuqori bo'lsa, kechki tomon teskarisi. Ya'ni ertalab tig'iz vaqtlarda mana yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan hozirda o'sha qo'lda boshqarilmoqda chorrahalar, ya'ni o'sha hozirgi bizda turgan an'anaviy o'sha svetoforlar bir fazada ishlashi, ya'ni oqim ko'paygan, kamayganligini bilmasligi uchun bu ham o'z-o'zidan bir necha foiz o'sha tirbandlikni keltirib chiqaradi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan hozir qo'lda boshqarilayotgan bo'lsa, endilikda mana 200 ta chorrahada hozir o'sha aqlli svetofor o'rnatildi va yaqin kunlarda qolgan Toshkent shahrining yana qolgan barcha 700 ta chorrahalariga ham aqlli svetoforlar o'rnatiladi va bizda intellektual transport tizimining hozirda 2 ta moduli o'sha ishlab turibdi. Barcha o'sha svetoforlar orqali hozirda ularni intellektual transport tizimiga integratsiya qilgan holda bizda o'sha markaz tomonidan Toshkent shahrini svetoforlar tizimini intellektual transport tizimi orqali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Bu yana bizga nima beradi? Misol uchun oqimga qarab chorrahani boshqarish va maxsus transport vositalari bor, yong'in xavfsizligi yoki tez yordam vositalari A nuqtadan B nuqtaga agar ularga tezkor borishlari kerak bo'lsa, ulardan biz integratsiya qilinadi va ariza kelib tushgan holda ularga biz A nuqtadan B nuqtaga yashil yo'lak tashkil qila olamiz. Ya'ni butun bir Toshkent shahrini o'sha markaz tomonidan boshqarib, bu ham bir necha foiz tirbandliklarni oldini olishga yordam beradi va hozirda yana ko'chalarda rekonstruksiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda 5 bosqichda. Bularda kompleks yo'l harakatini to'g'ri tashkil etish, ya'ni svetoforlar, yo'l belgilari, avtobus bekatlarini qayta rekonstruksiya qilish, ko'chalarda yo'l yotiq chiziqlarini qaytadan chizish, ya'ni yo'l harakatini o'sha yangi ilmiy asoslangan holda to'g'ri tashkil qilish bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni yo'l tarmog'ini o'sha raqamli egizak deganda mana shu siz sanab o'tgan tizimni misol qilib keltira olamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday boshqarishda osonroq bo'lishi uchun. Intellektual transport tizimi. Men ozgina qo'shimcha qilaman. Aynan bugungi kunda svetoforlar bor. Bu svetoforlar alohida ishlaydi hammasi. Intellektual transport tizimida bu svetoforlar bir-biri bilan bog'langan, ya'ni muvofiqlashtirilgan. Muvofiqlashtirilgan degani bitta svetofordan chiqayotgan transport oqimini hajmi keyingi svetofor hazm qila oladigan darajadagi oqim chiqaradi. Oqimlarni boshqaradimi shunday? Xuddi shunday oqimlarni porsiyaga bo'lib keyingi chorrahalarga o'tkaziladi. Agar oqim ko'payib ketadigan bo'lsa, yo'ldagi svetoforlar uni bo'lib turadi, keyingi svetoforda bu yig'ilib qolmasligi uchun. Tirbandlik qatdan kelib chiqadi? Asosan svetoforning bitta sikli bor, to'liq yonib o'tib bo'lguncha bo'lgan vaqtda, mana shu vaqtida chorrahada turgan transportlar to'liq o'tib ketishi kerak. Agar o'tib ketmaydigan bo'lsa, bu svetofor sikllari almashishi hisobiga o'tdagi qolgan mashinalar yig'ilib keyingi chorrahagacha ham yetib boradi dumi. Mana shuni oldini olish maqsadida muvofiqlashtirilgan svetofor boshqaruv tizimi aynan shu aqlli svetofor tizimi yoki intellektual transport tizimi deyiladi.
bir-biri bilan muvofiqlashgan holda ishlaydigan hozirgi kunda mana 200 ta deyilyapti svetofor obyektlari bog'langan. Shahrimiz bo'yicha umumiy 900 ta svetofor obyektlari bor. Uni 700 tasini yana joriy qilinadi. Butun shahar bitta yagona muvofiqlashtirilgan boshqaruv tizimiga biriktiriladi. Shunda shahrimizdagi barcha transport oqimlarini intellektual boshqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Buni keyin oqimlarni o'rganish natijasida umumiy koridorlardan ketayotgan oqimlar qaysi tomonga yo'naltirilyapti, qanaqa oqim qaysi payt qayerga harakatlanadi, shunga qarab turib alohida boshqaruv fazalari ishlab chiqiladi. Mana shu fazalar orqali boshqariladi. Kun davomida bu oqimlar o'zgarib boradi. Mana shu o'zgargan paytda ham bularni svetofor fazalarini kerak tomonga ko'paytirib, kamaytirib yuboriladi va shu bilan birgalikda mana shahrimizda biroz poytaxt bo'lgandan keyin ko'p tadbirlar o'tkaziladi, qaysidir ko'chalar bekiladi, qaysidir ma'lum bir paytlarda yoki umumiy yo'l ko'cha tarmoqlarida har xil avariya ishlari olib boriladi. Ya'ni nimadir ta'mirlash ishlari olib borilganda ham mana shu paytlarda ham mana aynan intellektual boshqaruv tizimlari oqimlarni kerak tomonga yo'naltirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni kerakli tomonga burilish bo'yicha fazalarni ko'paytirib, aylanib o'tadigan yo'llarni ochib beradi koridorlar. Murod aka, mana siz yuqorida aytgan barcha imkoniyatlar endi Olloyor aka aytganlaridek yo'l harakatini tartibga solish markazi tomonidan markazlashgan tarzda amalga oshirilishi rejalashtirilyapti, to'g'rimi? Lekin shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Albatta, bunday tizimni boshqarish va uni to'g'ri tartibga solishda bu faqat sun'iy intellekt yoki bu texnologiyalarni o'rni emas, balki inson omilining ham katta o'rni bor. Shu ma'noda mana shu markazni boshqarishda bugungi kunda malakali va haqiqatdan ham o'z sohasini, o'z kasbini ustasi bo'lgan mutaxassislar qanchalik yetarli? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni o'sha markaz xodimlari o'sha soha mutaxassislaridan tashkil topgan. Bu ham mahalliy, ham xorijiy mutaxassislardir. Ya'ni o'sha mahalliy mutaxassislarimiz ham mana shu ko'cha yo'l tarmog'i bo'yicha juda ham katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar yig'ilgan va xorijdan ham o'sha Belorussiya, Rossiya va yana bir nechta o'sha davlatlardan ham o'sha xorijiy mutaxassislar jalb qilingan. Tushunarli, rahmat. Mana endi hisobotlarga ko'ra bugungi kunda aholining 142 ming nafari shaxsiy avtotransport vositalaridan voz kechib, jamoat transportiga o'tganligi aytilyapti. Bu juda yaxshi ko'rsatkich desa ham bo'ladi. Mana shu ko'rsatkichni yanada oshirish va bundan tashqari aholini o'sha yuqori daromadli qatlamini ham jamoat transporti, xususan avtobus yoki metrolardan foydalanishga nafaqat o'sha tezkorlik vositasi orqali, balki yana qaysi omillar bilan mana shu jamoat transport vositalarini jozibadorligini oshirish mumkin deb o'ylaysiz? Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Toshkent shahrida haftaning chorshanba kuni umuman respublikamizda haftaning juma kunlarida yo'l harakati targ'iboti kuni sifatida belgilangan. Hamda avtomobilsiz kun tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. Men alohida aytgan bo'lardimki, 2000 dan ziyod davlat tashkilotlari borda poytaxt Toshkentda faoliyat yuritadigan. 300 ga yaqin yirik korxonalar, 326 ta maktablar, 91 ta oliy ta'lim muassasalari mavjud. Va bu mana shu tashkilotlarga, oliy ta'lim muassasalariga qatnayotgan fuqarolarimiz bevosita o'zlarining shaxsiy transportlaridan foydalanyapti. Misol uchun bitta avtomashinada bitta yo'lovchi bo'lishi mumkin, yo u yo'qda. Lekin o'sha shaxsiy avtomashinasida yo'l qatnov qismini baribir tirbandligiga hissa qo'shib turibdi. Mana oddiygina talabalarimiz 539 mingta talaba tahsil olayotgan bo'lsa bugun Toshkentda 60 mingga yaqin o'zining shaxsiy avtomashinasida qatnayapti. Bu ham tirbandlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham fuqarolarimizni o'zi avvalo birinchi o'rinda tirbandlikni oldini olish uchun jamoat transportida imkoniyat bor. Mana aytilyapti, o'sha jamoat transportiga o'tirib, u yerga agar ishlariga, yumushlariga yoki o'qishlariga borib kelish bo'yicha agar o'tsalar, foydalansalar jamoat transportidan, bunda ham sezilarli darajada tirbandliklarni oldini olishga erishamiz. Hozirgi madaniyatni shakllantirish kerak. Xuddi shunday. Hozirgi kunda ham to'g'risi tirbandlik bu hammaning muammosida. Ertalab soat 7:00 dan yo'l patrul xizmati xodimlari agar qarasangiz, o'sha tirband chorrahalarga, piyodalar o'tish joylarida shu tirbandlikni oldini olish uchun qaysi tomondan ko'proq potok avtomashinalar kelayotgan bo'lsa, tezroq o'tkazib yuborish uchun xizmat faoliyatini olib boradi. Xuddi shunday tushli vaqtida ham bu tirbandlik oshadi, kechki vaqtda ham uylariga qaytayotgan paytda. Faqat bu o'sha ortiqcha qiyinchiliklar, ovoragarchiliklarni keltirib chiqaryapti. Shuning uchun avvalo fuqarolarimiz, jamoatchilik ham bu muammoni oldini olishga birday o'zini hissasini qo'ysa, yana ham nur ustiga a'lo nur bo'lardi.
jamoat transportini jozibadorligi haqida gapiryapmiz. 2030-yilgacha jamoat transportidan foydalanuvchilarning ulushini 60% ga yetkazish rejalashtirilyapti. Bu ko'rsatkich strategik ahamiyatga ega ko'rsatkich hisoblanadi. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Ushbu ulkan maqsadga erishishda oxirgi mila degan tushuncha bor, ya'ni so'nggi manzil. Ya'ni bekatdan to uygacha bo'lgan masofani piyoda yoki mikromobillik vositasi orqali bosib o'tishdagi noqulayliklar hisobga olinadimi mana shu tizimni joriy etishda? O'tgan yili o'sha Sho'tir Rusaviylik ko'chasida yuqorida ta'kidlanganidek pilot sifatida avtobuslar uchun o'rta qismda yashil yo'lak tashkil qilindi. Bu yili hozirda uning ikkinchi bosqichi, ya'ni davomi bu Yangi Sergeli, Shahrisabz va Amir Temur ko'chalarida va Mirzo Ulug'bek ko'chasining bir qismida o'sha xuddi Sho'tir Rusaviylik ko'chasi kabi piyodalar uchun yo'laklar, velosiped uchun mikromobil, aholi uchun maxsus infratuzilma yaratilgan holda rekonstruksiya qilish ishlari belgilangan. Yaqin kunlardan o'sha hozirda loyihalash ishlari yakunlanish arafasida turibdi. Mana yaqin kunlardan ko'chalarni rekonstruksiya qilish ishlari boshlab yuboriladi va bu ko'chalarimizda faqatgina to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, avtobuslar uchun o'rta qismda yashil yo'lakdan tashqari o'sha maxsus piyodalar o'tish joylari, ya'ni ko'chada faqatgina avtomobil yurmaydi, u joyda piyodalar bor, yo'lovchilar bor. Birinchi o'rinda bizda piyodalarning manfaatini himoya qilgan holda va ikkinchi o'rinda mana yo'lovchilarimizga tezkor va sifatli jamoat transporti xizmatini ko'rsatish, ya'ni tirbandlikni oldini olish uchun biz o'sha 2030-yilgacha qatnovlarni 60% ga olib chiqishimiz uchun biz tezkor, ya'ni jamoat transporti yengil transport vositalaridan ham tezkor bo'lishi kerak. Xuddi shu maqsadda rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshiriladi. Va yengil transport vositalari uchun ham qo'shimcha o'sha avtoturargohlar tashkil qilish, boyagi aqlli svetoforlar orqali chorrahalarda o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish, o'sha yengil transport vositalarida ham misol uchun A nuqtadan B nuqtaga borish vaqtini qisqartirish belgilab o'tilgan. Shunda mana oxirgi milaga yetib borish muammosi qanday hal bo'lyapti? O'sha ko'chalarda hozirda 5 bosqichda amalga oshirilayotgan, ya'ni rekonstruksiya qilinayotgan ko'chalarda biz infratuzilma qayta ko'rib chiqilyaptiki, ya'ni yo'l harakatini tashkil etish markazi tomonidan iloji boricha o'sha qatnovlar, misol uchun A nuqtadan B nuqtaga yetish masofasi o'rtacha 4 kilometrni tashkil etsa, biz shunday infratuzilma yaratishimiz kerakki, ya'ni eng tezi velosiped bo'lishi kerak. Ya'ni 4 kilometrga borishingiz kerak, misol uchun unga yetarli infratuzilma yaratilib berilsa, eng tez siz o'sha velosipedda qatnovni amalga oshirishingiz kerak. Ya'ni jamoat transportidan ham tezkor bo'ladi, agar 4 kilometr bo'lsa. O'rtacha 10 kilometrni tashkil etadigan bo'lsa, bizda yengil transport vositasidan ham ko'ra o'sha jamoat transportida tezkorlikni ta'minlash. Va mana yana bir maqsadimiz bu o'sha 15 kilometrdan ortiq agar bo'ladigan bo'lsa, A nuqtadan B nuqtaga qatnov, bu yana metropoliten tarmoqlarini kengaytirish va metropoliten harakat tarkibini ham yangilab, metropolitenda ham o'sha intervallarni qisqartirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Va yana bir asosiy ko'rsatkichimiz bor, bu 2030-yilgacha Toshkent shahridagi avtobuslar harakat tarkibida elektrobuslar sonini ham 50% ga yetkazish belgilab o'tilgan. Bu degani har yili 200 ga yaqin elektrobuslar xarid qilinadi. Misol uchun yana bir mana tirbandlik bo'yicha hozir gaplashyapmiz. Sergeliga qatnovchi bir yo'nalishimizga elektrobus qo'yildi o'tgan yili. Biz 2024-yil va 2025-yildagi yo'lovchilar sonini ko'radigan bo'lsak, yo'lovchilar 2 baravarga oshdi. Ya'ni elektrobusga o'tgandan keyin bizda elektrobuslar juda ham o'sha yo'lovchilarimiz tomonidan iliq kutib olingan, juda ham yo'lovchilarimiz yaxshi ko'radi elektrobus. Qulayligi jihatidan. Qulayligi juda ham yaxshi, o'sha zamonaviy barcha talablarga javob beradigan elektrobuslar va har o'sha 2030-yilgacha yana o'rtacha hisobda yana 1000 dona o'sha elektrobuslar xarid qilinishi belgilangan va yo'lovchi oqimi yuqori bo'lgan, o'sha ko'p yuklama tushadigan ko'chalarga maxsus o'sha elektrobuslarda avtobus yo'nalishlari qatnovlari joriy etilib boriladi bosqichma-bosqich. Rahmat. Endi shu o'rinda savolda mana elektrobuslarni aytyapsiz 2030-yilgacha 50% ga ulushini oshirish rejalashtirilyapti. To'g'ri, bu yaxshi yechim, lekin Toshkent iqlim sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ya'ni yozda jazirama, qishda sovuq iqlim sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, biz bunday yondashuv bizni elektr energiya tizimimizga og'ir yuklama bo'lmasmikan yoki deylik zaryadlanish infratuzilmani barqaror ta'minlash qanday amalga oshiriladi shu borada? Albatta bu ishlar rejalanishidan oldin birinchi navbatda quvvatlash resurslarini hisob-kitob qilinadi. Energetika vazirligi bilan hamkorlikda bu loyihalar alohida bir ishlab chiqilib, hisob-kitoblar asosida
uni ta'minot tarmog'ini hamda ta'minot tizimlarini to'laligicha avtonom alohida shahar energiya tarmoq tizimidan alohida yaratiladi. Mana hozirgi Qayerdan kunda oladi shunday energiyani? energiyani generatsiya qilish nuqtalari bor. Toshkent shahri atrofida ham joylashgan. Eng katta nuqtasi bu Tajgres deyiladi. Toshkent elektr stansiyasi bor, Yunusobodning tepa qismida, Toshkent shahrining tashqarisida, ya'ni Xalq yo'lidan tashqarida joylashgan. Ana shu joydan bizani avtobus parklarimizga elektrobuslar zaryad qiladigan, quvvatlanadigan joylarga alohida tarmoqlar tortilgan. Ya'ni olib kelganimizda. Bu ish albatta xuddi shu formatda davom ettiriladi. Keyin yana bitta masalani, elektrobuslar quvvatlashi kechasi amalga oshiriladi. Kunduz kuni aholi ehtiyoji bo'ladi, katta bo'ladi. Bu paytlarda elektrobuslar hech qaysi bir tarmoqqa ham umuman elektr energiyasini generatsiya qilayotgan nuqtalarga ham hech nima yuklama bermaydi. Kechqurun hamma elektr tarmog'iga yuklama pasaygan paytda zaryadlash ishlari, ya'ni elektrobuslarni quvvatlash ishlari aynan shu paytga to'g'ri keladi. Demak, bir quvvat, kechki quvvat kunduzgi tungi bemalol yetadi. quvvatlashga qo'yilgan. Tungi quvvatlashda elektrobuslarimiz 300 kilometrgacha harakatlanadi. Atidan shunaqa elektrobuslarni quvvatlash tizimi tanlanganki, ya'ni bir nechta oldimizda variantlar bo'lgan edi. Elektrobuslarni birinchisini olib kelishdan oldin biz yanglishmasam bir 6 ta har xil davlatlardagi ishlab chiqilgan har xil turdagi elektrobuslarni Toshkent shahriga olib kelib sinab ko'rilgan. Bu sinovlardan eng muvaffaqiyatli o'tgani mana shu hozirgi kunda Toshkent shahrida yurgan Yutong rusumli elektrobuslarimiz 12-model deyilar ekan. Bu Yutong kompaniyasining ham eng haligi samarali chiqqan modeli hisoblanar ekan. O'zligi ham shuni ta'kidlashdi. Boshqa ekspertlardan ham buni eshitdik. Ya'ni shu model Qayerdan keltiriladi? Xitoyning Yutong kompaniyasi. Bu dunyo bo'yicha elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha mutlaq lider hisoblanadi. Dunyoda elektromobillarni ham, elektrobuslarni ham eng ko'p ishlab chiqarilgan, dunyo bo'yicha eng ko'p ishlab chiqargan kompaniya. Mana shu kompaniyani demak elektrobuslar tanlangan. Bular shahrimizda anomal sovuq va anomal issiq jarayonida ham birinchi keltirilgan 20 ta elektrobus sinovdan o'tgan. Mana shu sinovdan men sizga aytaman, boshqa turdagi juda qimmat bo'lgan, Yevropa brendi bo'lgan, boshqa nomini aytmayman, boshqa avtobuslarimiz ham anomal sovuqda muzlab qoldi. Havo aylantirish sistemasi, tizimlari muzlab qolganda elektrobuslarda muammo bo'lmadi, muammosiz ishladi. Ya'ni bu havo iqlim sharoitlariga ham mos. Havo tizimi nimaga bog'liq? Bu eshiklarning ochib yopilishi mana shu kompressorli tizimlarga bog'liq. Qaysidir avtobuslarimizda mana anomal sovuqlarda 23-yil bo'ldi, yanglishmasam, shu 23-yillik anomal sovuqlarda eshiklar muzlab qoldi, yopilmadi. Elektrobuslarda bu muammo kuzatilmadi. Bu demak o'zini eng klimatik og'ir maksimal sharoitlarda ham o'zini yaxshi tomondan ko'rsatdi. Tushunarli, rahmat katta. Zoir aka, mana hozir yuqorida Olloyor aka shahar insonlar uchun qulay tarzda loyihalashtirilishiga o'tilyapti deb aytdilar. Ya'ni aynan yo'lovchilar, piyoda yo'lovchilar uchun ham qulaylik sharoitlari inobatga olinyapti. Ya'ni 2026-yilda, joriy yilda 1200 ta piyodalar o'tish yo'lakchalari standartlarga keltirish masalasi yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni standartlarga keltirish degan nima nazarda tutilyapti? Bu degan o'sha yo'l geometriyasini bir tubdan o'zgartirish nazarda tutilyaptimi yoki o'sha piyodalar uchun xavfsizlik orolchalari yoki yo'llarni toraytirish kabi keskin chora-tadbirlar nazarda tutilyapti? Mana shu haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Savolingiz ichida javobni ham o'zingiz berib o'tyapsiz. Haqiqatan ham yo'lda mana tirbandlik deymiz, transport sohasini rivojlantirish deyapmiz, boshqa. Eng birinchi masala yo'ldagi xavfsizlik. O'sha haydovchi uchun ham, piyoda uchun ham, yo'lovchi uchun ham xavfsiz harakat tashkil etish kerak. Qulaylik va tirbandlikdan oldin olish, bu hammasi ikkinchi daraja. Birinchi o'rinda shu ularning xavfsizligi ta'minlangan bo'lishi kerak edi. Shu nuqtai nazardan mana shu piyodalar o'tish joylarini, trotuarlarni yoki svetofor bilan jihozlanmagan, mana tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarini hammasini ko'riklar davomida xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlar o'tkazilyapti. Ulardan men bittagina misol aytaman. Hozirgi vaqtgacha 1,5 mingdan ziyod ta'lim muassasalari, maktablari yonida qavariq piyodalar o'tish joyi qilindi. Bu yer sathidan ozgina baland. Mashina bevosita tezligini pasaytirishga to'g'ri keladi haydovchilarimiz. Va e'tiborlisi aynan mana shu qavariq piyodalar o'tish joylarida
o'tgan davrda birorta ham yo'l transport hodisasi sodir etilmadi piyodalar bilan bog'liq. Ya'ni avtomashina kelyapti, yo'l beryapti piyodalarga aynan bu joylarda. Chunki nima deydi, yo'l belgisi bor, xabar uzoqdan u narsani ko'rib bo'lmaydi. Yo'l belgisini ko'radi va bevosita agar u o'sha yuqori tezlikda harakatlansa, transportiga yo o'ziga qanaqadir zarar yetishi mumkin. Birinchi o'rinda albatta u yerda piyodalarga yo'l berishi majbur, xohlasa tezlik pasaytiryaptimi, to'g'ri keladi yo'l berishga. Shundan kelib chiqib, mana avariya bo'lmayotganligini ham inobatga olib, kelgusida barcha ta'lim muassasalarining yonida aynan avtomobil yo'llari yoqasida joylashgan. Bu davlat va xalqaro avtomobil yo'llarida bu xabar qo'yib bo'lmaydi. Demak, uni ham o'ziga yarasha shartlari boshqasi bor. O'sha belgilangan tartibda shu jihozlash va svetoforlashtirish, kameralashtirish yo'nalishidagi ishlar amalga oshirib kelinyapti. Undan tashqari har bitta ta'lim muassasasiga bugungi kunda ichki ishlar idoralarining xodimlari biriktirilgan. Va mana shu xodimlarga hozirgi kunda vazifalarga ham kiritilyaptiki, o'sha tig'iz vaqtda chiqib piyodalarning xavfsizligini ta'minlab turish. Shu xavfsiz o'tishlari uchun ayniqsa maktablar yonida. Rahmat katta. Endi suhbatimizga ajratilayotgan vaqt ham nihoyalab boryapti, lekin bir ikkita yana savollarim bor, javobsiz qolmasa shu boisdan savol beraman, iloji bo'lsa tezroq va qisqaroq javob beramiz. Mana yana bir asosiy muammoga to'xtalmoqchi edim masalaga. Bu asosan bugungi kunda ko'pchilik o'sha haydovchilarning noroziligiga sabab bo'layotgan bir masala bu pullik avtoturargohlar masalasi. Chunki bu ham bir yo'l harakatini bir bo'lagi sifatida talqin qilinadi. Bunda yondashuv shahar markazidagi o'sha deylik yuklamalarni kamaytirishda xizmat qilishi mumkin, lekin shu o'rinda savol paydo bo'ladiki, qanchalik mana shunday pullik avtoturargohlar o'rinli joylashtirilyapti, to'g'ri joyga joylashtirilyapti. Chunki mana ko'ryapmiz, ishxona joylari, korxonalar obyektlarni oldida o'rnatilyaptiki, o'sha obyekt korxonalarning o'zining ishchi xodimlari bor. Ular har kuni uzoq masofalardan bo'lishi mumkin. Ishxonasiga qatnaydi avtotransport vositasida, lekin ular majbur bo'ladi o'sha pullik joyga qo'yish yoki bo'lmasam boshqa joylarga qo'yishga. Pullik joyga qo'yaman desa, agar buni oylikda hisoblaydigan bo'lsak, bu katta xarajatlarni keltirib chiqaradi. Va tabiiyki xodimlar yoki boshqa o'sha har kuni shu yerga qatnaydigan fuqarolar yon atrofdagi o'sha turar joy majmualari dargohlariga qo'yishga majbur bo'ladi, pala-partish holda yoki deylik o'sha trotuarlarga, boshqa bir tor ko'chalarga qo'yishga majbur bo'lyapti. Bir yerni tartibga solaman deb turib, boshqa yerni tartibsizligini keltirib chiqarishga sabab bo'lyapti. Shu ma'noda qanchalik mana shu avtoturargohlarni o'rnatishda o'sha ikki tomonni manfaati yoki ikki tomon qulayligi inobatga olinyapti. Chunki mana 2030-yilgacha mana shunday avtoturargohlar sonini yana 30 mingtaga oshirish belgilanyapti. Bu juda ham bahsli mavzu. Juda ko'pchilik aholimiz ikkiga bo'linadi bu mavzuda. Bir tomondan avtomobilchilar bo'lsa, bir tomondan piyodalar, jamoat transport foydalanuvchilari. Shahrimiz hududi bu jamoatchilikka tegishli, shahrimiz aholisiga, shu yerda yashaydigan, ishlaydigan, mehnat qiladigan, shu ko'chalarda harakatlanadigan, ya'ni ko'p qavatli uylarda yashab, tashqariga chiqib, nafas olib, yozgi kunida yashil hududlarda nafas olishga ehtiyoji bo'lgan aholini tegishli hudud hisoblanadi. So'nggi yillarda bir e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, yo'lni bo'yida joylashgan yashil hududlar deyarli betonlashtirib, avtoturargohlarga aylantirib bo'lingan edi. Aynan shu elementni ham juda katta bir media kompaniya qilib, ayrim blogerlar tomonidan aylantirilyapti. Ya'ni yo'l chetida tayyor avtoturargoh qilingan edi, uni bekitib qo'yib, yo'lni qatnov qismiga pullik turargoh qilyapsizlar deb. Bu narsani birinchi o'zi sababi yashil hududlarni joyiga qaytarishimiz kerak. Suv shimadigan hududlarni, ya'ni yer nafas olish kerak. Mana shu ochiq yer bo'lganda, u yerda yomg'ir suvlari kirish kerak, nafas olish kerak, u yerda biologik jarayonlar davom etishi kerak. Mana shu joylarni biz shahrimizda deyarli juda katta qismini betonlashtirib, asfaltlashtirib bekitib tashlaganmiz-da. Bu oddiy holatga aylanib boryapti oxirgi yillarda. Mana shunani orqaga qaytarish, aynan yo'l bo'yi parkovkalarni tartibga solish orqali birinchi qadam tashlanayapti. Bu asosiy katta yo'llarda ham, katta transport arteriyalarining bo'yida ham bu narsa ham yo'lda kuzatilgan. Faqatgina eng katta bir bizda hozir aytib o'tdim, 7 ta katta arteriyamiz bor. Transport arteriyasi, mana shu arteriyalarning ham juda ko'p joylarida yo'l bo'yida, demak mana shunaqa yashil hududlar transport turar joylariga aylantirilgan edi. Hozir ham shunaqa. Buni bekitadigan joyi yo'q. Katta yo'lga chiqib sekin harakatlanadigan bo'lsangiz, yo'l chetida transport turishi uchun alohida kichkina parkovkalar shakllantirilgan. Bu oldin yashil hudud bo'lgan. Eng yaqqol misol mana
Navoiy ko'chasidagi 6tamiz oq ko'p qavatli binolar bor, oldingi Navoiy yarmarkani o'rniga tushgan joylar. Mana shuni oldida ham to'laligicha yashil hudud bo'lardi. Hozir borib aylaning, mana shu yashil hududda katta qismi men o'ylaymanki bir 80% dan ortig'i, demak, avtoturargohlarga aylantirib bo'lindi. Ya'ni yo'qotildi shuncha yer yashil hududimiz. Lekin shu o'rinda mana haydovchilar masalasi qanday bo'ladi? Endi bu ikkinchi tomoni, shahrimizni hamma uchun qulay qilish maqsadida hammaga harakatlanishga imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Ya'ni odamlar transportda o'sha manziliga yetib borish imkoniyati bo'lish kerak, u qulay bo'lish kerak, xavfsiz bo'lish kerak, u aholini mablag'lariga to'g'ri keladigan, ya'ni daromadga to'g'ri keladigan bo'lish kerak. Mana shuni bir tomondan ta'minlab qo'yishimiz kerak, ikkinchi tomondan shaxsiy transportdan foydalanishi aholini yashash muhitini yomonlashtirmaslik uchun bir balans ushlash kerak-da. Mana shu davlat siyosatini olib borishda, demak, u ham kompleks yondashuvni tashkil etadigan siyosat, ya'ni bir tomondan faqat bekitish kerak emas, yashil hududni qaytarish kerak. Ikkinchi tomondan o'sha jamoatchilik hududlarini ko'pchilik foydalanish imkoniyatini ham yaratib ketish kerak-da. Mana shu nuqtai nazardan yondashganimizda bu yo'l bo'yi parkovkalarni tartibga solish aynan jamoatga tegishli bo'lgan hududlarni jamiyatni o'ziga qaytarish hisoblanadi. Endi ikkinchi tomondan u yerda doimiy tekinga foydalanib yurgan aholimiz bor. Endi ular uchun albatta bu noqulaylik keltirib chiqaradi. Endi shu yerda yashaydigan yoki ishlaydigan aholi bor. Albatta, bu yashaydigan, ishlaydiganlar alohida mavzu. Yashaydigan aholi uchun bu rezidentlik litsenziyasi degan bir yo'nalish bor. Buni ham hozir ishlab chiqilyapti. Ya'ni aholi yashaydigan hududda joriy etilgan pullik parkovkalar aynan shu aholi uchun alohida bir imtiyozli tarif joriy qilinadi. Bu narsa juda ham past tarif bo'ladi yoki tekin bo'ladi. Shunaqa darajaga tushiriladi. Kechki paytlarga. Hozir ham bor shekilli, kechki 8 dan keyin tekin qilib qo'yiladi. Ham yo'q shunaqa, lekin aynan aholi yashaydigan hududlarga tegishli bo'lgan joyini alohida yana joriy etilyapti. Bu imtiyoz masalasi ketyapti. Lekin biz jahon tajribasini olib qaraydigan bo'lsak, butun dunyoda avtomobillar turish joylari tekinga yo'q hech qayerda. Avtomobil yer masalasi qiyin bo'lgan hududlarda, masalan, Singapurni oladigan bo'lsak, ularda yer juda ham muammoli. U yerda, demak, avtotransport sotib olishingizdan oldin ikkita parkovka joyini sotib olishingiz kerak oldin, foydalanish uchun. Sizga avtotransport vositangizni ro'yxatga qo'ymaydi davlat. Aytmoqchi bo'lganim, davlat tomonidan har bitta transport vositasini egasi uchun tekin parkovka joyini ta'minlab berish bu imkonsiz. Yer resursi ko'paymaydi. Odam ko'payyapti, transport ko'payyapti, harakatlanish ko'payapti, yer ko'payayotgani yo'qda. Demak, sharoitdan kelib chiqib harakat qilish kerak deyapsiz. Albatta, bu aholini harakatlanishga imkoniyati jamoat transportini biz bir tomondan yaxshilab boryapmiz. Ikkinchi tomondan bu siyosat bilan shaxsiy transportlardan foydalanishni bir tomondan tartibga solyapmiz. Ikkinchi tomondan umumiy jamiyatning manfaatini himoya qilgan holda buni kamaytirib borishimiz kerak. Chunki mashinalar ko'payib boryapti. Mana 5-6 yil oldin bunchalik darajada ko'p mashina bo'lmagan mana shahar markazida ham. Hozir oxirgi yillarda shahar markazida deyarli, ya'ni kvartallarning ichiga ham to'lib chiqdi, hamma yoq bo'sh joy qolmadi. Buni oddiy odam sezyapti-da. Rahmat katta. Endi asosiy mavzuyimiz bu o'sha jamoat transport tizimini tartibga solish masalasi. Endi jamoat transporti haqida gapirganda metropoliten haqida ham to'xtamasdan iloji yo'q. Metropoliten tarmog'ini 103 kilometrga yetkazish ko'zda tutilyapti. Ya'ni yer usti transporti bilan metroni o'rtasidagi bog'laydigan o'sha yagona interaktiv bog'lovchi HAPS deyiladi. Turmush mana shu HAPS tizimi yo'lga qo'yilyapti. Shu tizim haqida biroz qisqacha ma'lumot berib o'tsak, ya'ni bu qanday ishlaydi va bu o'sha oqimni qanday boshqaradi? Mana suhbatimiz boshida aytib o'tdim, shaharimizni asosiy arteriyalarida to'g'riga harakatlanadigan katta tashviq quvvatiga ega bo'lgan transport, jamoat transporti yangi turlari bizda hozir juda ham nimaga chiqqan, aktual bo'lib boryapti, borgan sari ehtiyoj oshib boryapti shu turlarga. Aynan shu asosiy transport arteriyalarimizda metropolitenni liniyalarini biz kengaytirib borishimiz kerak. Lekin metroni qurilishini, vaqtini, uni mablag'ini hisobga olgan holda boshlang'ich etaplar, ya'ni bosqichlar hisobida biz aynan o'sha metropoliten hozirgi kunda hali yetib bormagan, lekin qurilishi keyinchalik kelajakda bo'lishi kerak bo'lgan, aniq bo'lgan joylarda avtobuslarni yo'l o'qidan to'siqsiz harakatlanadigan tizimini shakllantirib, u yerga metroni o'rnini bir qismini bosadigan darajadagi to'g'riga harakatlanadigan 3 ta yoki 5 ta seksiyadan iborat bo'lgan
katta sig'imli, o'ta katta sig'imli avtobuslarni yo'lga qo'yamiz. Bu birinchi bosqich bo'ladi. Undan keyingi parallel ravishda metropolitenni ham aynan shu arteriyalardan rivojlantirib borish talab etiladi. Bundan tashqari xabaringiz bor, shahrimizni kengaytirish bo'yicha Yangi Toshkent loyihasi bor. Mana shu Yangi Toshkent loyihasi bilan ham 3 ta metro liniyasini bog'laydigan loyihalar bor. Ya'ni Yangi Toshkent ham Toshkent shahrining ajralmas bir qismi hisoblanadi. Bu katta shahar ham, shahar kattalashganda ham ikkalasining orasida juda katta borish kelish bo'yicha transport ehtiyoji mavjud bo'ladi. Bularni ham hammasini aholini ehtiyojini qondiradigan darajadagi tizimlar shakllantirilib va ular bir-biriga uzviy bog'lanadi. Endi hab masalasiga keladigan bo'lsak, transport hablari deyilganda bir necha tur transport yoki transportlarning bir necha yo'nalishlari bir-birini kesishgan joyi. Bu transport hablariga mana misol qilib keltiradigan bo'lsak, Paxtakor metro stansiyasi, mana shu Paxtakor metro stansiyasi Chilonzor liniyasini Paxtakor bekati bilan hamda O'zbekiston liniyasini Alisher Navoiy bekati bilan bog'langan. Va yer usti transporti bilan qanday bog'langan? Yer usti transportlari o'tdan 20 dan ortiq shu hududdan, ya'ni metroga piyoda yetib borish imkoniyati bo'lgan, piyoda harakatlanish imkoniyati bo'lgan bekatlardan 20 dan ortiq shahrimizni deyarli barcha tumanlariga qatnaydigan jamoat transportlari bilan bog'langan, shu piyoda yetib borish imkoniyati bo'lgan. Mana shu formatdagi demak hablani birinchi navbatda shahar ichidagi kesishmalardan, ikkinchi navbatda shahar tashqarisidagi boya aytib o'tganlari habla shahar tashqarisida tashqaridan kelayotgan oqimni tutib qoladigan va yengil transportdan jamoat transportiga yo'naltiradigan habla bo'ladi. Mana shu hablaga birinchi bosqichlarda demak biz tez yurar katta tashqi quvvatiga ega bo'lgan jamoat transport turlarini rivojlantiramiz. Keyingi bosqichlarda bu albatta metropolitenni olib chiqishga to'g'ri keladi. Baribir aholi chunki katta ehtiyoji bo'ladi bu kirib keladigan arteriyalardan. Rahmat katta. Endi mavzuni xulosalaylik. Mana yuqorida aytdik, haqiqatdan ham Toshkent shahri bugungi kunda avtomobil uchun shahar emas, shahar konsepsiyasidan mana aholi uchun, inson uchun shahar tamoyiliga o'tyapti va bu jarayonda nafaqat infratuzilmani, balki o'sha aholini yillar davomida shakllanib kelgan shaxsiy avtotransport bu yagona qulay vosita degan dunyoqarashiga ta'sir etishi uchun nima so'zlar aytgan bo'laringiz? Ya'ni qanday o'zgartirish mumkin? Birinchi masala mana nimaga shaxsiy transport vositasi asosiy transport vositaga aylanib qolgan? Bu odamlarning fikrida shunaqa bo'lib qolganda. Nimagaki mana yosh oila tasavvur qiling, jamoat transportidan foydalanib turgan bir paytlar yosh bo'lganda o'qishga, ishga bir narsaga qatnagan, keyin yosh bolali bo'lgandan keyin jamoat transportiga chiqish imkoni bo'lmagan. Mana shu bizning oxirgi yillarda boshlagan islohotlarimizdan oldingi jamoat transportini ko'z oldingizga keltirib tasavvur qilsangiz, kichkina Isuzular bo'lgan. U yoqqa to'g'ridan to'g'ri bo'y ko'tarib chiqishi ham xavfli bo'lgan, chunki peshonani urib olish xavfi bo'lgan juda katta shu kichkina Isuzularda. Yosh bola bilan umuman chiqish imkoniyati bo'lmagan, kolyaska bilan umuman gapirmasa ham bo'ladi. Hech qanaqa infratuzilma ham, harakat tarkibi ham moslashtirilmagan bo'lgan. Juda ham kam qism pasportli avtobuslarimiz bo'lgan. Mana shu holat jamiyatda harakatlanishga imkoniyati bermagani uchun butun jamiyat a'zolarida shaxsiy transport bo'lmasa hech qayerga chiqa olmaysan degan bir ichki tuyg'u bu shuncha shakllanib qolganda, jamoat transportdan foydalanish qariyalarga, yosh bolaliklarga eng asosiy bir imkoniyat bo'lmagan. O'zbekchilikda oilada hurmat qilinadigan birinchi yosh bolaga, qariyalarga hurmat bilan ular uchun birinchi komfort uslovlarni sharoit yaratib berishimiz kerak. Mana shu sharoitni yaratish uchun ham birinchi navbatda jamiyatda o'z o'rnini tasdiqlash uchun odamlar mashina olish kerak bo'lgan. Shunga haligi jamiyatni maqsadi, yoshlarni asosiy hayotdan maqsadi birinchi navbatda mashina olish bo'lgan. Shunga qaratilib mana shu tushuncha kirib qolganda, mana hozir jamoat transportimiz shunaqa darajada rivojlanyaptiki, aholini barcha qatlamlari, xususan yosh bolali onalarga ham, hattoki homilador ayollarga ham mo'ljallangan alohida o'rindiqlar bor hozirgi kundagi zamonaviy avtobuslarimizda. Shunchalik darajada komfort sharoitlarki, telefoningizni zaryadlash tizimlari ham mavjud-da. Mana shu tizimlar endi oldingi tabiiy ehtiyojdan kelib chiqib singib qolgan qarashlarning o'zgarishiga sekin-sekin sabab bo'lyapti. Hozirgi yangi avlodda bor bu narsa, hammada emas, ayrim yangicha fikrlaydigan yangi yoshlarimizda bu narsa sekin-sekin shakllanib boryapti. Shaxsiy transportdan ko'ra jamoat transporti qulayligi yoki juda zarur bo'lgan paytda taksidan foydalanish yoki haligi avtomobillar prokatlari chiqib ketdi. Mana shu tizimlardan zarur bo'lgan paytda foydalanish
qarash bo'yicha sekin sekin dunyoqarash o'zgarib boryapti aholimizni. Haqiqatan ham to'g'ri fikrlar aytilyapti. Yana bir tomoni, yo'lda jamoat transportiga sharoit yaratiladimi, tirbandliklarni oldini olish bo'yicha qancha ishlar, harakatlar qilindi yoki xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qilinayotgan hamma ishlar, bularni hammasi qilinaveradi. Lekin birinchi masalalardan yana biri shuki, bu yo'l harakati madaniyatini oshirish. Bevosita o'zi tirband bo'lib turib, o'zi qatnov qismida bugun mana 5 milliondan ziyod avtomashina bor O'zbekistonda. Bir yo'nalishdan ikkinchi yo'nalishga shaxmat uslubida mana ko'pchilik haydovchilarni boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizligini ifodalab, misol uchun o'zini yo'lda kelayotgan boshqa avtomashinani qisib ketib, yo'nalishlarni keskin o'zgartirib, tez harakatlanishi va boshqa yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzilishi natijasida ham bu tirbandliklar hosil bo'lishiga katta sabab bo'ladi. Misol uchun biz rivojlangan davlatlar haqida gapiryapmiz, ularga ko'p mana ijtimoiy tarmoqlarda havas qilinadi, boshqa qilinadi, lekin o'sha rivojlangan davlatlardagi yo'lda kechiktirib bo'lmaydigan xizmatlar, ya'ni tez yordam, yong'in qutqaruv avtomashinalariga ajratilgan yo'ldan biror qanchalik tirbandlik bo'lmasin, o'sha yo'lda hech kim yurmasligini mana videolarda ko'ramiz. Yoki qanaqadir tez yordam kelib qolsa, hamma yonib ketmaydimi? Nima ishga boryapti? Hammasi 10-daraja. Hamma birinchi o'rinda tez yordam o'tkazadi yoki yong'in qutqaruv avtomashinasini o'tkazishdagi madaniyatini ko'rib, to'g'risi hamma hayron qoladi, hamma havas qiladi-da. Mana shu darajada yo'l harakati madaniyati ham o'z o'rnida shakllanib borishi kerak. Shundagina mushtarak qilinayotgan ishlar bilan birga biz maqsadga yeta olishimiz mumkin. Shuning uchun haydovchilarimizdan ko'proq yo'lda harakatlanganda madaniyatliroq bo'lish, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'raymiz. Yoki piyodalar yo'li belgilanmagan qatnov qismidan yana kolyaskada bolasini yetaklab o'z hayotini xavf ostiga qo'yib o'tayotgan ayollarimizni, yosh ulug'larimizni ko'rib qolamiz bir xildada. Avvalo o'zi tugagan holatlar qanchadan qancha. Albatta, avvalo o'zi namuna bo'lib yoshlarga to'g'ri yo'l harakatlarga, yo'l harakat qoidalariga rioya qilsa, shuncha yo'lda xavfsizlik ham ta'minlangan bo'lardi va bevosita ko'plab muammolarni oldi olingan bo'lardi. Yo'lda madaniyatli bo'lish, qoidalarga rioya qilish bu eng asosiy talablardan biri. So'zimiz yakunida shuni ta'kidlamoqchimanki, ya'ni hozirda mana ko'cha Toshkent shahrida rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa, o'sha barcha harakat qatnashchilaridan ushbu ta'mirlash ishlari doirasida amalga oshirilayotganda qaysidir joyda misol uchun yana qo'shimcha tirbandlik sodir bo'layotgan bo'lsa, buni uzr so'ragan holda bizning asosiy maqsadimiz o'sha yo'l harakati qatnashchilariga qulay sharoit yaratish, shahar piyodalar uchun qilib modernizatsiya qilish ekanligini eslatib o'tmoqchiman va oxirgi yillarda mana infratuzilma bo'yicha juda ham katta muammolar yig'ilib qolgan bo'lsa, mana hozirda o'sha markaz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar doirasida o'sha xavfsiz va dunyo talablariga javob bergan, ilmiy asoslangan infratuzilma yaratilmoqda. Ushbu infratuzilmamizdan yana bir tomoni bu aholimiz tomonidan ham o'sha yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilgan holda harakatlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bugungi mavzuyimiz asosan poytaxt Toshkent shahri transport tizimi islohotlariga bag'ishlandi. Albatta, keyingi sonlarda respublikaning boshqa hududlariga ham to'xtalamiz. Rahmat katta mazmunli suhbat uchun, vaqtingiz uchun va qiziqarli ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildirib qolamiz. Bugungi suhbatimizdan shu ma'lum bo'ldiki, demak, poytaxt shahrimiz nafaqat harakatlanish uchun, balki insonlar uchun ham tobora qulay bo'lib boryapti. Eng muhimi, bu o'zgarishlarning samarasi siz va bizning har birimizning ongli va mas'uliyatli yondashuvimizga bog'liq. Shuni unutmaslik kerak. Siz ochiqni aytganda dasturini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.